Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Graco. Bugun biz hardkorda yashab qolamiz. Mana bu yerda hardkor jonlarimizni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana birinchi daraxtcho'p bo'lamiz. Yaxshi. Men o'lmaslikka va zombilar bo'ladigan joyga bormaslikka harakat qilamiz do'stlar. 5 ta daraxt. Endi mana bu yerda versak esa bo'lamiz. Yaxshi. Cirka endi pastga kovlab ketamiz va tosh olamiz. Yaxshi. Hoppa. Hardkor juda qiyin zona. Zombilardan o'lib qolsangiz qaytib bu zonaga, ya'ni shu merga qaytib kira olmaysiz. Bu avtomatik yo'q bo'lib ketadi agar hardkorda o'lib qolsangiz do'stlar. Bu kirkamizning joni tugaguncha sindiramiz do'stlar. Endi bu yoqqa. Sizlar birinchi o'rinda biz o'zimizning xavfsizligimizni ta'minlashimiz kerak. Shuning uchun hozir ozgina temir va mis olamiz. Keyin o'zimizga uy qurishga o'tamiz. Ya'ni qishloq topib kuchaygandan so'ng. Shunda hardkor olamida omon qolish mumkin. Sizlarning kirkamiz ham sindi. Bu yerda mis bor ekan, shuning uchun qaytib tushamiz. Birinchi o'rinda bu kerak, endi yana tushamiz. Chunki u yerda mis bor ekan do'stlar. Hoppa. Men misdan nima yasaysan desangiz, men misdan o'zimga kiyim yasayman do'stlar. Chunki misdan ham kiyim yasasa bo'ladi bu versiyada. 29 ta qoladi. Endi yana o'zimizga instrument yasaymiz. Qilich va bolta va lapatka endi joylashtirib olsak. Kerak emas. Endi bu yerdagi narsalarimizni ham joylashtirib olamiz. Mayli, bu yerda tura qolsin. Hozir o'zimizga ovqat olamiz do'stlar. Qani. Hoppa. Hoppa, 3 ta go'sht. Yomon emas. Do'stlar, kelinglar suv tagida baliq ham ovlaymiz, lekin suv tagida o'lib qolsak juda yomon bo'ladi. Yo'q. Men olaman. Do'stlar, baliq bormi? Baliq suyga baliq o'lganlarimiz tektirishib qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Baliq bor. Yo'q. Barbar ham chiqmagan. Sizlar bu yerda ham tovuqlar ko'rgandim, bular ham olamiz. Menga ko'proq ovqat kerak. Chunki
Bu hardcore olami do'stlar. Hardcore olamida otsizlikdan ham o'lish mumkin. Hop. Opa do'stlar, mana sigir topdim. Ikkita. Qanday yaxshi do'stlar. Bizda 4 ta ovqat. Do'stlar, men bu tarafga bormayman. Do'stlar, keyin shu qo'zg'onlarni ham terib olamiz va undan ham ovqat qilsa bo'ladi. Endi do'stlar, mana bu kuchukchani o'rgatib olsak, agar ikkita o'rganar yoki yetmasa, shu yerdan narsa olib baliqdan suyak tushsa, do'stlar, nega qochib ketyapti? Oy do'stlar, bitta o'rgandi. Endi ketdimiz undan. Yana balık var. 5 ta balık var. Babamın kuşun siyahlanıyoruz. Do'stlar, menimcha biz botqoqqa kelib qolganmiz. Mana endi yashil biyomga o'tdik, ya'ni oddiy biyom. Kelinglar do'stlar, shu yerga narsalarimizni pishirib olishga qo'yib olamiz. Kelinglar do'stlar, kommentariyada shu itga ism qo'yamiz. Kommentariyada albatta izohingizni yozib qoldiring, chunki bu itga ism qo'yishimiz kerak do'stlar. Albatta kommentariyangizni bittalab o'qiyman. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib, kommentariya yozib esdan chiqmasin do'stlar. Men xursand bo'laman. Kuchukcha xursand bo'ladi. Ularni aylantirib olamiz taxtaga. Go'shtimiz ham pishib qoldi. Yo'q. Oy, yaxshi do'stlar, bu yerda biz temir chiqishi ham ehtimoli bor. Do'stlar, mayli, temir bo'lmasa ham ko'mir va mislar bor ekan-ku. Shularni olib olamiz birinchi o'rinda. Yaxshi do'stlar. Yo'q, bu yerda juda ham ko'mir ko'p ekan do'stlar. Men uni barchasini olib ketmoqchiman. Yaxshi. Do'stlar, menda nechta ko'mir bo'lib ketdi? Buni oxirida ko'ramiz. Sizga qiziqmi? Menga qiziq. Hoppa. Yaxshi, endi mis ham olamiz. Mis olamiz. Bizga shunchamiz yetadi. Ko'mirni aytganimdek oxirigacha olamiz. Yo'qsa kech bo'lyapti. Men bu yerdan tezlikda chiqishim kerak. Do'stlar, meni ba'zan qani edi. Hoppa, uni o'ldiramiz. Do'stlar, men narsalarim qani do'stlar? Hoppa, kuchukcham
hammasiga qarab o'tiribdi. Do'stlar, birinchi o'rinda bu yerni xavfsizlashtiramiz, chunki men hardkorda o'ynayapman. Yetarlicha bizga yotoq yasash uchun narsalar yo'q, shuning uchun hozirga shunaqa qilib tursak ham bo'ladi. Hoppa, yaxshi. Mening kichkinagina bazam. Yaxshi. Bunu sindiramiz. Gözü salak beradi. Tamam. Birden ko'rib turamiz. Hammasi yo'l bo'libdi. Oy do'stlar, 33 ta ko'mir bo'libdi bizda. Endi ovqat pishirib olamiz. Nega o'tir ekan? Ozgina fakel yasaymiz do'stlar. Bu yerga mana shu bizga yana bir dona boshqa turdagi qo'zg'olon kerak bo'lar ekan do'stlar, lekin bizda yo'q. Do'stlar, men yo'qqa chiqib qarashga qaror qildim. Oy, do'stlar, kulyapti. Seni to'g'izib qo'yaylik. Beklar ham pishdi. Endi baliqlarni pishirib olamiz. Nima degan do'stlar? Yana bitta pechkasi bo'lamiz do'stlar, chunki bu bizga yetmaydi. Bizga tosh ham yetmaydi do'stlar. Shuning uchun tosh kavlab olamiz. Yaxshi. Endi bilmayman bo'ladi. Hoppa. Men bunga mislarimni eritmoqchiman. Bu ko'rdan olgan olib turamiz. Endi buni qo'yamiz. Endi ovqatlarimizni tartibga keltirib olamiz. Hoppa, plastik. Bizga toshni qolmadi, shuning uchun tosh kavlab olib ham joyimiz kengayadi. Do'stlar, bugunchalikka meni mana shu kichkinagina platforma ham yetadi. Hali biz kelajakda katta uylar quramiz do'stlar. Chunki men hardkor zonasida omon qolishim kerak. Temir topib kuchaytiramiz hali do'stlar. Yaxshi, 37.